2 kun hammani istoriasida Den Valentin sovg'alari, podarkalarni ko'ramiz. Faqat siz bilan men sovg'a ola olmaymiz. Xafa bo'lish yo'q. Men buni sizga sababini hozir aytaman. Siz o'ylashingiz mumkin, o'sha qizlardan meni qayrim kam. Nima uchun ular sovg'a olyapti-yu, men bilan Monika Bella sovg'a olmasdan o'tiribmiz. Chunki biza ro'zg'orli, ro'zg'or, yana ro'zg'orimizga 10 yil bo'lgan bo'lsa, qanaqa sevgi? Ro'zg'or kuni bormi? Teshik tog'oramizni yangilasak. Sevgisi qoladimi? U sevgi to'ydan oldin la tralala. To'ydan keyin ro'zg'or, g'or. Endi sovg'a yo'q. Endi produktani spiskasi bo'lib o'sha yerdan bitta produktda tushib qolmasa, bayram. Yo, xatommi gapim?